Hoziroq uni olib Keyingi qismda voqealar yanada keskinlashadi va siz eng avvalo chaqaloq masalasining endi shunchaki og'iz gapi bo'lmay, ochiq to'qnashuvga aylanganini ko'rasiz. Uy ichidagi havo allaqachon zichlashib, har bir nafas og'irlashgandek tuyuladi. Endi hech kim ortga chekinishni istamaydi. Chunki har ikki tomon ham bu masalada o'zining bor kuchini, bor haqini ishga solgan. Bir tomonda bola meniki degan da'vo yanada qattiqlashadi. Undagi ovoz endi yolvorish emas, balki tosh kabi qattiq bir qaror ohangida eshitiladi. Ikkinchi tomonda esa bu bolani olib ketishmaydi degan qarshilik kuchayadi va bu gapning ortida faqat g'azab emas, balki chinakam qo'rquv ham bor, yo'qotish qo'rquvi. Shuning uchun siz keyingi epizod boshidanoq tinch gaplashuv emas, balki asablar sinovini ko'rasiz. Har bir jumla o'rtida bo'silib turgan alam, har bir sukut o'rtida esa portlashga tayyor his-tuyg'ular yashiringandek bo'ladi. Ayniqsa oxirgi daqiqadagi o'sha keskin gapdan keyin taraflar bir-birini ogohlantirish bilan kifoyalanmay, amaliy harakatga ham o'tishi mumkin. Ya'ni gap endi faqat tahdid darajasida qolmaydi, balki kimdir aniq bir qadam tashlashga, kimdir esa o'sha qadamning oldini olishga urinadi. Eng katta savol shuki, kim birinchi qadam tashlaydi va o'sha qadam vaziyatni yumshatadimi yoki yanada portlatadimi? Tomoshabin sifatida siz nafas ichida qolib, har bir harakatni kuzatasiz. Chunki bu safar vaziyat oddiy janjaldan chiqib, taqdir hal qiluvchi nuqtaga yaqinlashib qolgandek tuyuladi. Siz keyingi qismda Ali aka ancha sovuqqon ko'rinsa-da, ich-ichidan juda keskin holatda chiqishini ko'rishingiz mumkin. Uning tashqi qiyofasi tinch, ammo ko'zlaridagi og'irlik, jag'laridagi taranglik ichida qanchalik katta bo'ron yashiringanini fosh qiladi. Chunki u endi bu masalani oddiy oilaviy janjal darajasida qoldirmoqchi bo'lmaydi. Bu uning uchun endi shaxsiy g'urur, ota bo'lish huquqi va kelajak masalasiga aylangan. U ehtimol qonuniy yo'lni ham, bosim yo'lini ham birga ishlatishga urinadi. Ya'ni bir qo'lida hujjat, ikkinchi qo'lida esa qat'iyat bilan chiqadi. Bir qarashda u o'zini vazmin tutadi, ovozini baland ko'tarmaydi, gaplashib hal qilamiz degan ko'rinish beradi. Ammo ichida chaqaloqni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik rejasi pishib bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sabab siz undan juda hisobli, juda o'ylangan gaplarni kutishingiz mumkin. Har bir so'zi o'lchab-o'lchab aytiladi. Har bir jumlasi keyingi qadamga poydevor bo'ladi. U baland ovoz bilan emas, hujjat, guvohlik, kelishuv va DNK atrofida harakat qilishga urinsa ajab emas. Chunki u endi hissiyot bilan emas, natija bilan o'ylay boshlaydi. Bu esa uni tomoshabin ko'zida yanada xavfli, yanada bashorat qilib bo'lmaydigan qahramonga aylantiradi. Go'zal masalasiga kelsak, keyingi qismda aynan uning ruhiy bosimi eng kuchli nuqtaga chiqishi mumkin. Uning yuragida 3 xil to'lqin birdaniga ko'tariladi: rashk, qo'rquv va bolaga bo'lgan chuqur bog'liqlik. Siz Go'zalning bu 3 tuyg'u orasida qanday adashib qolganini yanada yaqqolroq ko'rasiz. Uning yuz ifodasi bir zumda o'zgarib turadi, xuddi ichida jang ketayotgandek. U endi faqat yig'lab yoki iltimos qilib turmaydi. Uning ko'zlarida ilgari bo'lmagan bir qat'iyat paydo bo'ladi. U o'zini haq deb bilgan nuqtani oxirigacha himoya qilishga urinadi. Hatto bu unga qimmatga tushsa ham, lekin shu yerda bir nozik burilish bo'lishi mumkin. Go'zal qanchalik qattiq turmasin, o'tmishda qilgan xatolari yoki aynan o'zi aytgan gaplari uning qarshisiga chiqishi ehtimoli juda katta. Xuddi soyadek o'tmish uni ta'qib qilib yuradi. Agar yana kimdir uning oldingi qarorini, ya'ni boladan voz kechishga bo'lgan urinishini yuziga solsa, Go'zalning hissiyati battar portlashi mumkin.
Bu esa uning ichida yashiringan uyat va alamni bir zumda tashqariga otib yuboradi. Shunda siz undan mantiqli emas, alamdan tug'ilgan qarorlar ham chiqishini ko'rishingiz ehtimoldan xoli emas. Chunki dard ko'tarolmagan yurak ba'zan aql emas, faqat og'riq bilan gapiradi. Daryo atrofidagi vaziyat esa yanada murakkablashadi. Siz keyingi qismda Daryoning bolaga bo'lgan mehrini endi oddiy vaqtinchalik bog'liqlik deb bo'lmasligini ko'rasiz. Uning har bir harakatida, chaqaloqqa qarashida, ovozining ohangida chuqur, chinakam ona muhabbati sezilib turadi. Chunki u bu bolani faqat tug'ib bergan ayol sifatida emas, allaqachon yuragiga yaqin qilib olgan inson sifatida ko'rinadi. Bu esa uning kurashini oddiy huquqiy bahsdan chiqarib, chuqur hissiy kurashga aylantiradi. Shuning uchun u keyingi epizodda ochiqcha himoyaga o'tishi mumkin. U endi ko'ramiz yoki gaplashamiz degan bosqichdan chiqib, sud bo'lsa sud, tortishuv bo'lsa tortishuv degan qat'iyatni ko'rsatadi va bu gaplarni aytayotganda uning ovozida titroq emas, balki ishonch bo'ladi. Ayniqsa tug'ilganlik haqidagi hujjatlar o'z nomida turgani unga ichki ishonch beradi. Bu unga xuddi qalqon kabi kuch bag'ishlaydi. Shu sabab tomoshabinlar Daryodan kuchsiz, yig'loqi emas, balki kutilmaganda juda mustahkam ayol obrazini ko'rishlari mumkin va bu o'zgarish uni ilgarigidan ham ta'sirchan qahramonga aylantiradi. Keyingi qismda advokat masalasi ham katta rol o'ynashi kutiladi. Siz huquqiy tomondan vaziyat butunlay bir taraf foydasiga hal bo'lib ketmasligini ko'rasiz. Aksincha, har bir hujjat, har bir dalil yangi savol tug'diradi. Kim haq? Degan savol hali uzoq cho'zilishi mumkin. Chunki bir tomonda biologik bog'liqlik haqidagi da'vo paydo bo'ladi. Ikkinchi tomonda esa rasmiy hujjatlar va homiladorlik davridagi uzilishlar masalasi turadi. Bu ikki haqiqat bir-biriga qarama-qarshi kelib, tomoshabinni ham ikkilanishga majbur qiladi. Shuning uchun siz keyingi epizodda hujjat ko'tarilgan, o'tgan voqealar birma-bir eslangan, kim nima to'lagani, kim qachon voz kechgani yana qayta tilga olingan sahnalarni ko'rishingiz mumkin. Bu sahnalar og'ir, ammo juda muhim, chunki har bir eslatma yangi yara ochadi. Va aynan shu joyda juda muhim burilish bo'lishi ehtimoli bor. Oldingi sirlarning biri endi hammadan yashirib bo'lmaydigan darajaga chiqadi va bu sir chiqqan zahoti butun vaziyat yana boshqa tomonga burilib ketishi mumkin. Mohinur bilan bog'liq o'sha og'ir o'tmish ham yana esga olinishi mumkin va bu eslatma xuddi eski jarohatni yana qayta tirnagandek ta'sir qiladi. Siz keyingi qismda kimdir o'sha paytda ham majburlik bo'lgan deb o'zini oqlashga urinayotganini ko'rasiz. Uning ovozida o'zini himoya qilish istagi bilan birga chuqur uyat ham sezilib turadi. Boshqa taraf esa majburlik bo'lsa ham bu bola o'yinchoq emas deb javob qaytarishi mumkin. Bu javob qisqa, ammo og'ir zarba kabi eshitiladi. Bu esa voqeani yana ham hissiylashtiradi. Chunki endi masala faqat kim haq, kim nohaq degan savoldan chiqib, kim qanday og'riq bilan yashaganini ham ko'rsatadi. Tomoshabinlar aynan shu nuqtada kimni oqlash, kimni ayblash masalasida ikkilanib qolishlari mumkin. Chunki serial endi faqat bir ayolning yoki bir erkakning haqiqati bilan emas, har kimning o'z dardi, o'z sababi borligi bilan oldinga ketadi va bu esa hikoyani yanada real, yanada insoniy qiladi. Jafar ham keyingi qismda befarq kuzatuvchi bo'lib qolmaydi. Uning har bir so'zi, har bir qarashi vaziyatga ta'sir qiladi. Siz undan oiladagi bosimni yengillashtiruvchi yoki aksincha yangi mojaroga sabab bo'luvchi gaplarni kutishingiz mumkin. U ayrim vaziyatlarda go'zal tomonida turib, uning og'riqli holatini tushunishga urinadi.
ba'zi joylarda esa sovuqroq, hisob-kitobli fikr bildirishi mumkin. Ayniqsa, erkaklar orasidagi bu ishni qanday tugatamiz degan gapda Jafarning pozitsiyasi muhim bo'ladi. Chunki uning bir og'iz so'zi butun kelishuvning yo'nalishini o'zgartirib yuborishi mumkin. U keskinroq yo'l tanlasa, Ali aka ham yumshoq bormasligi mumkin. Ikki erkak orasidagi bu kuch sinovi butun oilaga ta'sir qiladi. Agar u ehtiyotkorlikni maslahat bersa, vaqtincha janjal to'xtashi ehtimoli bor va uy ichida bir nafas olishga imkon tug'iladi. Lekin har ikki holatda ham ichki g'azab saqlanib qoladi. U faqat vaqtincha bosilib turadi. Xolos. Zamira chizig'ida esa siz juda og'riqli ruhiy sahnalarni ko'rishingiz mumkin. Uning onasiga nisbatan ichida yillar davomida yig'ilgan alam birdaniga yo'qolib ketmaydi. Bu alam uning yuragida chuqur iz qoldirgan va bir necha gap bilan yo'qolib ketadigan narsa emas. Shuning uchun keyingi qismda u kechirish bilan vijdon azobi orasida qoladi. Uning ichida ikki ovoz doimiy ravishda bahslashadi. Bir tomondan u meni baxtsiz qilgan degan og'riq uni ortga tortadi. Xuddi eski zanjir kabi uni ushlab turadi. Ikkinchi tomondan esa baribir ona degan ichki ovoz uni oldinga itarishi mumkin. Bu ovoz sekin, ammo qat'iy tarzda uning qalbini yumshatishga harakat qiladi. Shuning uchun siz undan darhol yumshab ketishni kutmang. Aksincha, avval qarshilik, keyin sukut, undan keyin asta-sekin ichki titrash bo'lishi mumkin. Bu jarayon sekin, og'riqli, ammo juda tabiiy ko'rinadi. Ehtimol, u Istanbulga borish masalasida ham uzoq ikkilanishdan keyin qaror qiladi va bu qaror uning uchun oson bo'lmaydi. Va bu qaror oiladagi boshqa munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki bir odamning qarori ko'pincha butun oilaning taqdirini o'zgartirib yuboradi. Zamira bilan bog'liq yo'nalishda yana bir kuchli ehtimol bor. Siz uning atrofidagi odamlar uni bosim bilan emas, hissiyot bilan sindirishga urinayotganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni unga nasihat qilishadi, o'tmishni eslatishadi, sabr deyishadi. Ertaga kech bo'lishi mumkin deb ogohlantirishadi. Bu gaplar sekin, ammo doimiy ravishda uning qalbiga ta'sir qiladi. Ana shunda Zamiraning qattiq turgan qalbi asta-sekin yorila boshlashi mumkin. Xuddi mustahkam devorda kichik yoriq paydo bo'lgandek. Lekin bu kechirim darrov bo'lmaydi. U faqat onasi bilan yuzlashish yoqasiga keladi. Xolos, bu yuzlashuv hali oldinda va tomoshabin uni sabrsizlik bilan kutadi va aynan shu narsa keyingi qismlarga yana kuchli dramatik yo'l ochib beradi. Chunki har bir yuzlashuv yangi haqiqatlarni ochib beradi. Endi uy ichidagi boshqa katta mojaroga o'tsak, siz keyingi qismda eshikni qulflab, hammani qo'rquvda ushlab turgan o'sha ayol bilan bog'liq holat yanada xavfli tus olishini ko'rishingiz mumkin. Bu sahnalar uyning ichini xuddi qamoqxonaga aylantiradi. Har bir burchakda qo'rquv va notinchlik hukmronlik qiladi. Militsiya kelgani bilan muammo bir zumda hal bo'lib ketmaydi. Aksincha, ruhiy holati joyida emas degan gap ishni yanada chigallashtiradi. Chunki bu gap ortida yana qancha noaniqlik, yana qancha xavf yashirinib turibdi. Chunki bunday vaziyatda odamlar nafaqat undan qutulishni, balki undan yana qanday noxush ish chiqishini ham o'ylab qolishadi. Bu doimiy tashvish ularning har bir harakatini soya kabi kuzatib yuradi. Siz keyingi epizodda u o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatishga urinishini, atrofdagilar esa uning asl qiyofasini isbotlashga urinayotganini ko'rishingiz ehtimolga juda yaqin. Va bu kurash tomoshabinni yana bir bor keskin holatda ushlab turadi. Asal opa atrofida ham muhim sahnalar bo'lishi mumkin. Siz undan oqsiri bir qat'iy qaror chiqishini kutishingiz mumkin. Chunki uning sabri allaqachon oxiriga yetgandek tuyuladi.
Chunki u shu paytgacha ko'proq tinglab, vaziyatni yumshatishga urindi, hamma janjalni bostirishga, hamma ziddiyatni yashirin tutishga harakat qildi. Endi esa uyda bolalar qo'rqib turgan, ayollar yig'layotgan, hamma uning bir og'iz so'ziga qarayotgan paytda u sukutda qololmaydi. Bu sukut endi zaiflik emas, balki mas'uliyatsizlik bo'lib ko'rinadi. Ehtimol u endi bu qiz bu uyda qolmaydi degan keskin hukm aytadi va bu so'zlar butun uyni larzaga soladi. Lekin shu qaror ham osongina bajarilmaydi. Qarshi taraf janjal ko'tarishi, o'zini achintirishga urinishi yoki yana biror manipulyatsiya ishlatishi mumkin. Chunki hech kim osonlikcha taslim bo'lishni istamaydi. Ana shunda siz haqiqiy oilaviy portlashni ko'rasiz. Baqiriq, yig'i, ayblov va alam bir vaqtning o'zida havoda aylanadi. Otabek aka va kattalar tomoni esa keyingi qismda ko'proq nazoratni qo'lga olishga urinishi mumkin. Ularning yuzida allaqachon charchoq va tashvish aralash bir ifoda paydo bo'ladi. Siz ularni endi yetadi degan nuqtaga kelgan holda ko'rasiz. Ularning ovozida ilgarigidan ko'ra ko'proq qat'iyat bo'ladi. Ular chaqaloq masalasini ham, uy ichidagi tartibsizlikni ham alohida emas, umumiy oilaviy falokat sifatida ko'ra boshlashadi. Bu esa ularga vaziyatni butunlay boshqacha nazar bilan ko'rish imkonini beradi. Bu esa avval parchalanib turgan qarindoshlarni vaqtincha birlashtirishi mumkin. Ya'ni kimdir bolani himoya qilish uchun, kimdir ayollarni himoya qilish uchun, kimdir esa nomus va obro' uchun bir safga keladi va bu birlashish tomoshabinga bir zumlik umid tuyg'usini beradi. Lekin bu birlashuv ham uzoq davom etmasligi mumkin. Chunki har kimning ichida yashirin e'tiroz bor va bu e'tiroz kelajakda yana yuzaga chiqishi muqarrar. Keyingi qismda siz yana bir juda muhim burilishni ko'rishingiz mumkin. Ali aka bilan Daryo o'rtasidagi ochiq, keskin va yuzma-yuz gaplashuv. Bu oddiy bahs bo'lmaydi. Bu ikki inson orasidagi eng chuqur, eng og'riqli suhbat bo'ladi. Bu yerda kimdir o'zini haq deb turadi, kimdir esa sen kech qolding degan ma'nodagi javobni eshitishi mumkin. Bu so'zlar oddiy ko'rinsa-da, ularning ortida yillar davomida to'plangan og'riq yashiringan. Ayniqsa, chaqaloqni ko'tarib turgan sahnalar bo'lsa, bu suhbat yanada yurakka tegadigan tus oladi. Chunki bola ularning oldida, ammo ular hali ham bir-birini eshitishga qiynalishadi. Siz ko'rishingiz mumkinki, bolaning o'zi hech narsa demasa ham, atrofdagi hamma aynan shu chaqaloq orqali bir-birining yarasini bosmoqda. Kimningdir farzand orzusi, kimningdir majburiyatli onalik yuki, kimningdir kechikkan pushaymoni. Hammasi bir nuqtaga yig'iladi va bu nuqta aynan shu kichkina, begunoh chaqaloq bo'lib qoladi. Shuningdek, keyingi qismda kelishuv degan so'z yana ko'p ishlatilishi mumkin. Lekin amalda hech kim rostdan ham kelishishni istamaydi. Har kim kelishuvni o'z foydasiga burmoqchi bo'ladi va bu urinishlar orasida haqiqiy murosaga o'rin qolmaydi. Siz bir shartim bor degan gaplarning davom etishini kutishingiz mumkin. Har bir taraf o'z shartini qo'yishga urinadi. Balki yana kimdir chaqaloqni yonida qoldirish evaziga boshqa shaxsiy talab qo'yadi. Balki nikoh, balki uy, balki pul, balki obro' bilan bog'liq yangi shart paydo bo'ladi. Har bir yangi shart esa vaziyatni yanada chigallashtirib yuboradi. Bu esa voqeani yanada murakkab va tomoshabob qiladi. Chunki tomoshabin hech qachon keyingi lahzada nima bo'lishini oldindan bila olmaydi. Go'zalning nikoh masalasi ham keyingi qismda jiddiy tus olishi mumkin. Siz undan ajrashaman degan g'azab so'zidan amaliy qadamga yaqinlashgan holatni ko'rishingiz mumkin. Uning ovozida endi faqat tahdid emas,
balki chinakam qaror alomatlari ham sezilib turadi. Lekin shu yerda bir kuchli ehtimol bor. U ajrashishni tilga olgan bo'lsa ham, aslida ichida Ali akani yo'qotishdan qo'rqadi va bu qo'rquv uning har bir harakatida sezilib turadi. Demak, u bir tomondan tahdid qiladi, ikkinchi tomondan esa Ali akani o'zidan butunlay uzoqlashtirib qo'ymaslikka urinadi. Bu ikki qarama-qarshi istak uning yuragini doimiy ravishda parchalab turadi. Ana shu ikkiyuzlama ruhiy holat go'zal obrazini keyingi qismda juda ta'sirli qilib ko'rsatishi mumkin. Chunki tomoshabin uning ichidagi haqiqiy kurashni his qiladi. Daryo esa aksincha ancha sokin ko'rinib turib, eng kuchli zarbani aynan u berishi mumkin. Uning tashqi tinchligi ortida chuqur bir qat'iyat yashiringan va bu qat'iyat kutilmagan paytda yorib chiqadi. Chunki ba'zan eng ko'p aziyat chekkan odam eng aniq gapni aytadi. Uning so'zlari qisqa, ammo o'tkir bo'ladi. Siz undan endi kech degan ruhdagi qat'iy munosabatni kutishingiz mumkin. U bolani shunchaki topshirib yuboradigan ayolga o'xshamayapti. Uning har bir harakati, har bir qarashi bu bolani hech kimga bermasligini ko'rsatib turadi. Hujjat ham, mehr ham, vaqt ham hozircha uning tomonida turibdi va bu uch omil unga qo'shimcha kuch bag'ishlaydi. Shuning uchun u keyingi qismda ham ruhiy, ham qonuniy himoyaga tayanishi mumkin va bu ikki tomonlama himoya uni yanada mustahkam qahramonga aylantiradi. Tomoshabinlar yana bir narsani ko'rishlari mumkin. Katta yoshlilar bu janjallar orasida chaqaloqning o'zi zarar ko'rmasin deb xavotirga tushishadi. Ularning yuzida bu xavotir aniq sezilib turadi. Chunki ular kattalar orasidagi kurashning bolaga qanday ta'sir qilishini yaxshi bilishadi. Ehtimol kimdir avval bolaning tinchligini o'ylanglar deb hammani to'xtatishga urinadi va bu gap bir lahzaga bo'lsa ham hammani jim qoldiradi. Lekin bunday gaplar bir necha daqiqalik sokinlik bersa ham ichkaridagi dardni o'chirib yubormaydi. Shuning uchun keyingi qism hissiyotdan to'xtab qolmaydi. Aksincha, bir to'lqin pasaysa, ikkinchisi ko'tariladi. Xuddi dengiz to'lqinlari kabi, bir tinchlik ortidan yana bir bo'ron keladi. Eng qiziq tomoni shundaki, siz keyingi qismda bir nechta yo'nalish bir vaqtning o'zida keskinlashganini ko'rasiz. Chaqaloq uchun kurash, Go'zal va Ali aka orasidagi ishonch sinovi, Daryoning qat'iy pozitsiyasi, Zamiraning onasiga nisbatan ko'ngil kurashi va uy ichidagi xavfli ayol bilan bog'liq mojaro. Mana shu parallel ziddiyatlar keyingi epizodni juda ushlab turadigan qiladi. Chunki tomoshabin diqqatini bir joydan ikkinchisiga o'tkazib turishga majbur bo'ladi. Bir sahnada ona dardi ko'tariladi, ikkinchi sahnada farzand talashi, uchinchi sahnada esa uy xavfsizligi masalasi portlaydi. Siz bir yo'nalish tugadi deb o'ylagan paytda serial sizni boshqa kuchli hissiyotga olib kiradi va bu uzluksiz kuch sizni ekrandan ko'z uzolmaydigan holga keltiradi.